Savol: Ramazon oyida qaysi turdagi kasallik roza tutmaslikka ruxsat beradi? Har qanday kasallik sababli, hatto yengil bo'lsa ham rozani buzish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtiramiz. Rozani buzishga yoki roza tutmaslikka ruxsat beradigan kasallikning shartlari quyidagilardir. Birinchisi, roza sababli kasallikning kuchayishi. Ikkinchisi, roza tutish natijasida sog'ayishning kechikishi. Uchinchisi, kasallik kuchaymasa va sog'ayish kechikmasa-da, bemorning jiddiy qiyinchilik his qilishi. To'rtinchisi, ulamolar roza tutish oqibatida xastalikka chalinish xavfi bo'lgan kishilarni ham ushbu ro'yxatga qo'shganlar. Endi batafsil javobga o'tamiz. Ushbu javobda ikkita asosiy masala zikr qilinadi. Birinchisi, roza tutmaslikka ruxsat beradigan kasallikning shartlari. Ko'pchilik ulamolar, jumladan 4 mazhab imomlari ham bemorning rozasini ochishiga faqat kasalligi og'ir bo'lgan taqdirdagina ruxsat beriladi degan fikrga borganlar. Og'ir kasallik deganda quyidagilar nazarda tutiladi. Birinchisi, roza sababli kasallikning kuchayishi. Ikkinchisi, roza tutish natijasida sog'ayishning kechikishi. Uchinchisi, kasallik kuchaymasa va sog'ayish kechikmasa-da, bemorning jiddiy qiyinchilik his qilishi. Ulamolar roza tutish oqibatida xastalikka chalinish xavfi bo'lgan kishilarni ham ushbu ro'yxatga qo'shganlar. Ibn Qudoma rahimahulloh aytadi: Rozani ochishga ruxsat beradigan kasallik bu roza sababli kasallikning kuchayadigan yoki sog'ayishi kechikishi xavfi bo'lgan og'ir kasallikdir. Imom Ahmadga bemor qanday holatda rozasini ochadi deb so'ralganda, u kishi agar roza tutishga qodir bo'lmasa deb javob bergan. Isitma kabimi deb so'ralgan edi. Isitmadan ham og'irroq qanday kasallik bor deb javob berdi. Roza sababli kasallikka chalinish xavfi bo'lgan sog'lom kishi kasalligi kuchayishi xavfi bo'lgani sababli rozani ochishga ruxsat berilgan bemor kabidir. Chunki bemorga roza sababli kasalligi kuchayishi va cho'zilishi kabi kasallik qaytalanib qolish xavfi bo'lgani uchungina rozani ochishga ruxsat berilgan. Kasallikning qaytalanish xavfi ham shu ma'nodadir. Mughni 4-mujallad 403-bet. Imom Navaviy aytadi: Kasalligi sababli roza tutolmaydigan va tuzalishiga umid bor bemor uchun roza tutish farz emas. Bu hol roza tutish ularga sezilarli qiyinchilik tug'diradigan vaziyatda qo'llaniladi. Ular roza tutishga mutlaqo qodir bo'lmaydigan darajaga yetishlari shart emas. Aksincha, ashoblarimiz aytganidek, rozani buzishga ruxsat berilishining sharti roza tutish chidab bo'lmas darajada mashaqqatli bo'lishidir. Majmu' 6-mujallad 261-bet. Ikkinchi masala: holati yengil bemorlarning roza tutmasliklari hukmi. Ba'zi ulamolar har qanday bemorga, hatto roza tutish qiyinchilik tug'dirmasa ham rozani ochish joiz degan fikrga borganlar. Ammo bu ko'pchilik ulamolar tomonidan rad etilgan shoz, ya'ni noyob fikrdir. Imom Navaviy aytadi: Ammo ochiq oydin qiyinchilik tug'dirmaydigan yengil kasallikka kelsak, bizning fikrimizcha hech qanday ixtilofsiz bunday holatda rozani ochish joiz emasligidir. Majmu' 6-mujallad 261-bet. Shayx Ibn Usaymin aytadi: Roza ta'sir ko'rsatmaydigan bemor, masalan, yengil shamollash, yengil bosh og'rig'i, tish og'rig'i va shunga o'xshash holatlardagi kishiga rozasini ochish halol bo'lmaydi. Garchi ba'zi ulamolar Alloh taoloning Baqara surasi 181-oyatida zikr qilgan "Va man kana maridon" va kim xasta bo'lsa oyatiga asoslanib halol desalar ham, bunga javoban biz aytamizki, bu hukm bir sabab bilan izohlanadi. U ham bo'lsa, rozani ochish unga yengilroq bo'lishidir.